Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz qarindoshlar. Pokyo'l sadasi, Pokyo'l jamoati programmamiz orqali yana sizlar bilan yuz ko'rishyapmiz. İstanbuldagi qarindoshlarimizning Xitoy konsuli oldida lagerlardagi urug' tuqqanlarning rasmini ko'tarib, mening oilam qayerda, mening qarindoshlarim qayerda degan faoliyati amaliyotda nihoyat ulug' ve isil g'albilik bir faaliyet buluvatıdı qarindoshlar. Bu faaliyet orqali Xitoyni haqiqatan ta'latdik. Uning peshonasidan chiqyapti. Uningki saxta chumpardisi ichib tashlanyapti. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida tunji qitim Xitoyga Uyg'ur xalqini sen jazo lagerlariga akilib jazolayapsan degan vaqtida bizningki qarindoshlarimiz Xitoylar uni e'tirof qilmagan. Keyin bu da'vo kuchaygandan keyin xalqaro bisimda undan keyin nurg'un bu faktlarning o'tirg'i chiqishi bilan Xitoy tajovuzchilari oxiri uni e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Ammo lekin aytganda Xitoy tajovuzchilari yana ashad hiylagarlik qilib biz ularni dastlabda lagerlar yo'q degan Xitoy tajovuzchilari andan keyin biz ularni lagerlar emas u biz yig'ib oldik, ammo ularga hunar o'rgatyapmiz dedi. Ammo shu hunar o'rgatyapmiz, oshqunlikdan tarbiyalayapmiz deganlarning ichida professorlarmi, doktorlarmi, diniy olimlarmi, hukumat xizmatchilarimi hammasi bor edi. Mana shularning o'zimi Xitoy tajovuzchilarininki razil mohiyatini dunyoga bir qitim oshkorladi. Ondan keyin yuqori texnikaniki natijasi bilan dunyodagi ilg'or bizni qo'llayotgan, bizni quvvatlayotgan akademiyalar, tadqiqot o'rinlari Xitoyning yuqori sur'at bilan yuqori egizlikdan tatgan rasmlar orqali Xitoyninki bu jazo lagerlarininki ko'limini, doirasini dunyodagi tadqiqotchilar buni ko'z tupadi. Faktlar tog'dak to'linib ketdi. Andan keyin bizniki hurmatlik aziz qarindoshlarimiz bo'lgan bu shahidlar, ya'ni jazo lagerlaridan chiqqan shu shahid qarindoshlarimizniki jasorat va g'ayrat bilan guvohlikdan o'tishi orqali dunyo jamoatchiligining oldida Xitoyniki yana razil mohiyati oshkorlandi. Ammo lekin aytganda Xitoy hamma taraflardan ichilib qolayotgan bo'lsa-mu, ammo lekin uniki yolg'on so'zlash tabiiy bo'lganligi uchun, yolg'on so'zlash uning dasmoyisi bo'lganligi uchun u yolg'on so'zlashdan hech qachon yenib qolmadi. Mana shunday bir sharoit ostida bizningki vatan millatniki suyimlik o'g'il qizlari shu qarindoshlarining rasmlarini ko'tarib, qahrton qishlarda, so'g'oqlarda Xitoyninki elchixonasining oldida Xitoyni butun dunyoga sazoy qildi. Mushunda ahvol ostida ba'zi insonlar bularga nisbatan ba'zi to'g'ri bo'lmagan fikrlarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Ularning ichidan qilayotgan ishlardan fitna fasodlarni tep chiqib, ular bayroq ko'tarmadi deyay, andoq qilmadi deyay, mandoq qilmadi deyay deb ularga fitna fasodlarni chaplaganmi bo'ldi. Lekin bizning qahramon o'g'il qizlarimiz Allohning roziligi uchun shu ota-ona qarindoshlarininki haqqi hurmati uchun davoni qat'iy davomlashtirdi. Ki Türkiye bilan Xitoyning o'tirisidagi munosabatlar sababidan bu qarindoshlarimiz İstanbulda bu davoni davomlashtirishga to'sqinlik uchirdi. Shuning bilan bular anandagi safarlarini atrofdagi shaharlarga, Anqaraga, boshqa shaharlarga, Qaysari, İzmir degandek boshqa shaharlarga kuchini yetishicha yo'tkidi. Lekin yo'tkalgan bo'lsa-mu, ammo lekin shu yerlarda bo'lsa-mu yana to'sqinliklarga uchirdi. Ammo to'sqinliklarga uchirgan bilan bu yerda manda bir kurash kartinasi aks etdi. Ya'ni butun dunyoga qo'limizda to'mirning sunuqini bo'lmagan shu bir bechora xalqni Xitoy tajovuzchilari haqiqatan irqiy qirg'inchilik qilib,
haqiqatan irqiy qirg'inchilik qilib, lagerlarga solab jazolayotganligi, ularni nahaq o'ltirayotganligi, qiz ayollarga tajovuz qilayotganligi, inson qalbidan chiqqan usulda dahshatli zulm selayotganligini amaliy paketlar orqali haqiqiy bir maydondagi guvohlik bilan buni isbotlab berdi. Demak, mana mushu inqilob degan mana mushu mehribon Allah bugun Xitoyga qarshi qanchalik imkoniyatni berdi ekan bizga. Mazkur davlatlarda Xitoyga qarshi qanchalik imkoniyat qoldirilgan bo'ldi ekan, ana shu yo'chiqlardan, ana shu imkoniyatlardan foydalanib Xitoyga qarshi kurash qilish, Xitoyning mohiyatini dunyoga anglatish, mana bu haqiqiy inqilob. Hani bazı insanlar bor, inqilob parvar ko'chasiga kirib olgan, ammo guvohlik bering desa, herkes guvohlik bermaydi. Namoyish qiling desa, namoyishni inkor qiladi. Hammani inkor qiladi, ammo og'izda noat yo'g'on gapni qiladi. Biz Xitoyga qarshi qurolli kurash qilatdik deydi. Xo'p, haqiqatan Xitoyga qarshi qurolli kurash qiladigan insonlar bugun guvohlikdan o'taydi. Bugun guvohlik beralaydi, bugun namoyish qila oladi, bugun Xitoyning abdi bashirisini dunyoga oshkorlayoladi. Ani shunda qiladigan odamlar atiki cho'ng qurolli kurashga oshla qatnasha oladi. Chunki Alloh taolo kitobida shunda dedi: "Sening haqiqiy jihad qilish maqsadinglarga yetmaguncha, ya'ni haqiqiy jihad qilish maqsadinglar oshkorlanmaguncha, shu niyatga kelmaguncha sizlarga biz uni farz qilmaymiz, uni bermaymiz" dedi. Allah uni berdi. Qanday biz haqiqiy shu niyatga, shu maqsadga kelgan vaqtda Xitoyning haqiqatan kallasini tenidan juda qilib etish, o'ziniki urug' tuqqan, o'lib ketgan, shu qurbon bo'lgan, Xitoylar tomonidan o'ldirilgan qarindoshlarimiz uchun haqiqatan qon qisosni ololadigan odam qanday qildi? Bugun uyda o'tirmaydi. O Xitoyga qarshi bugungi jang maydoniga bordi. Bugun qo'lidan qanday imkoniyat keldi ekan, shuni qila oladi. Ammo lekin bugun qila oladigan ishimiz konsullarning oldida Xitoyning abdi bashirisini, haqiqiy mohiyatini, uning jallat, sisiq bir mal'un ekanligini, qonxo'r bir mal'un ekanligini dunyoga oshkorlaymiz. Mana bugun bizning qila oladigan ishimiz. Bugun bizning suyumlik aziz qarindoshlarimiz guvohliklarni beryapti. Lager şahitleri guvohliklarni beryapti. Bu lager şahitleri bizning eng suyumli qahramonlarimiz. Ata-ana üstüde guvohlik berayotgan aziz qarindoshlarimiz, eng suyumli qarindoshlarimiz. Universitetlarda leksiya so'zlayotgan qarindoshlarimiz bizning eng suyumli qarindoshlarimiz. Parlamentlarda Xitoyga qarshi Uyg'urning ovozini anglatayotgan qarindoshlar bizning eng suyumli qarindoshlarimiz. Vatan millat uchun kuchining yetishi iqtisod to'plab, xalqning g'amini yeyib, xalqning g'ami uchun u yoq bu yoqlarga yugurib yurgan qarindoshlarimiz bizning eng suyumli qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz deymizki, mushu konsullarning oldida bo'layotgan bu kurash bizning inqilobimizning bir parchasi. Bugun Xitoy o'zining ta'siri bilan Turkiyada konsullarning oldida bizning Xitoy qarindoshlarimizni to'sib qolgan bo'lsa, biz boshqa dunyoning boshqa joylarida ana shu qarindoshlarimizni bizga tutashtirib bergan mash'allarni boshqa dunyoning boshqa joylarida lavuldatishimiz kerak. Butun dunyoda lavuldatishimiz kerak. Türkiye'de bir qarindoshimiz bir ishni boshlaganken bu boshlash dunyoning hamma yerda shu qarindoshimizga ovoz qo'shib boshlanib ketish kerak. Shu vaqtida inqilob izchillik ega bo'ladi. Butun xalqning nidosiga aylandi. Bizningki mana mushundaq tirishchiligimiz, Allohga bo'lgan sevgimiz, oxir mehribon Allohni ta'sirlantirdi. Andın Allah Teala çokum dünyanın vaziyetini bizga foydali, Xitoy tajovuzchilariga foydasiz bir holatga kelib berdi. Xitoy tajovuzchilariga dunyoning vaziyati foydasiz. Uyg'ur xalqiga foydali holatni kim akilalaydi? Amerika akilanmaydi.
Avrupa ekilenmeydi. Mehriban Allah ekilidi. Onun için biz şu Amerika'da, şu Avrupa'da, dünyanın hem yerde Allah'ın ağamcısı isilip küreşini katli davamlaştırışımız gerek. Xitayga boğan küreşini. Kolumuzdan kanda imkaniyet gelse en şu imkaniyetten paylanıp küreşini davamlaştırışımız gerek. Şunun bilen dünyanın vaziyetini Allah bizge çokum paylı haletke ekep birdi. Daim dünyanın vaziyeti Xitay kapırlarının, Xitay necis tecavüzçülerininki menfaat için paylık bulavermeydi. Ayının 15'i yoruk, 15'i karanğı. Bizge çokum tan atıdı. Allah bizge yerden verse bizni mağlup kılgıcı hiç kim bulmaydı. Onun için biz Allah'ın yardımına erişimiz gerek. Allah'ın yardımına erişiş için, Allah'ın razılığı için kolumuzdan kilidğanlıki küreşine davamlaştırışımız gerek. Mana bu doğru yol. Sep üstündeki, can üstündeki qarindaşlarımızdan hemmisini yaxşı görüşümüz gerek. Mana bu pak yol sadası. Mana bu cemaat pak yol cemaati. Allah'ın kalbisi pak yol cemaatinin üstünde olsun. Hayır, esselamu aleyküm ve rahmetullah.